Do'stim, hayotingdan hech qachon afsuslanma. Yaxshi kunlar baxt keltiradi, yomon kunlar esa tajriba o'rgatadi. Eng yomon kunlar saboq beradi. Eng yaxshi kunlar bo'lsa, shirin xotiralar tuhfa etadi. Xullas, hayot davom etadi. Xotirjam bo'ling. Rizqingiz peshanangizga yozilgan. Ishongan akaxoningiz mansabidan ketib qolsa, ne problema. Ha? Sizga bir muruvvat ko'rsatib turgan bir odam yo'q bo'lib qolsa yoki muruvvatni bermay qo'ygan bo'lsa, muammo emas. Chunki rizqingiz kimning qo'lida? Allohning aytgani bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q, ro'parangizga sizni sotadigan tovaringizga bir do'kon ochildi yana. Yuraklaringiz siqiladi, endi nima bo'larki, klient tortib qo'yadi yarmini. Ana birodarlar, Allohga tavakkul qilgan, Allohga suyangan qalb qanchalar xotirjam bo'ladi. Bu ham rizqini yeydi. Bu ham rizqini yeydi. So'ra narigi do'konni yo'q qilishga harakat qiladiganlar bor. Yozadigan joyga yozadi, shikoyat xullas, bir narsa qilish kerak-da. Как будто buni rizqini nima qilib ketadi u? Birodar, xotirjam bo'ling. Rizqingiz peshanangizga yozilgan. 120 kunga to'lganingizda. Ko'pi ham